Mani o'zim ikkala yurtni ham farzandiman deya olaman bemalol. Lekin urf-odatlarimiz, shevamiz, hozir shevada gapiradigan bo'lsam, to'liq Xorazm shevasida gapiraman. Bizning oiladan san'atkor chiqmagan, ruxsat bermaymiz senga aktrisa bo'lishni deb, shuning uchun juda qo'rqaman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ma'zur. O'zingizni bir tanishtirsangiz. Ismim Gulruxsor, aktrisaman. O'zbekiston jurnalistika va umumiy kommunikatsiyalar universiteti 3-bosqich talabasiman. Bitta savolda ko'pchilik sizni Xorazmlik deydi, ko'pchilik Qoraqalpoq deydi. O'shanga aniqlik kiritib ketdik. Mani o'zim ikkala yurtni ham farzandiman deya olaman bemalol. 2005-yil Qoraqalpog'iston Respublikasini Beruniy tumanida tavallud topganman. Keyin Ellikqal'aga, undan keyin To'rtko'lga ko'chganmiz. Hozir oilam To'rtko'lda yashashadi. Lekin urf-odatlarimiz, shevamiz, hozir shevada gapiradigan bo'lsam, to'liq Xorazm shevasida gapiraman. Men o'ylayman, ham Qoraqalpoq elini, ham Xorazm elini farzandiman. San'atga kirib kelishingizga boshida qanaqa bo'lgan? Men o'zi kichkina paytimda xohlaganman aktrisa bo'lishni. Lekin buvimlar aytardilar doim, bizning oiladan san'atkor chiqmagan, ruxsat bermaymiz senga aktrisa bo'lishni deb, shuning uchun juda qo'rqaman. Nisbatan yaqin deb san'at jurnalistikasiga o'qishga topshirganman. Keyin 1 yil shu jurnalistikada o'qidim, media sohasida ishladim, ancha ishlarni qilib ko'rdim. Keyin adamlarga aytdim, "Ada yo'q, bo'lmayapti. Men eplolmasganman, boshqa sohada o'zimni ko'ra olmayapman." Menga taklif tushyapti. Bitta o'ynab ko'ray dedim. Ular ham prosta qiziqish bo'lsa kerak, bitta o'ynab qolib ketadi deb o'ylashdi. Lekin mening maqsadim to'liq shu sohaga kirib ketish edi. Xudoga shukr. Kasting orqali kirib keldim va keyinchalik o'zlari ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib chaqirishni boshlashdi. Aynan birinchi kinomi, serialmi, klipmi nimadan kirib kelgansiz? Men dublyaj bo'yicha kursda o'qiganman va dublyajga borgan paytimda bitta serialga kasting ketayotganini ko'rganman, borganman rejissyor yoniga. Mana bu o'yning serialda menga ham anaqa, meni ham kasting qilinglar deganimda qaraganlarda, keyin ssenariyni tashib berganlar, kasting qilamiz va birdaniga birinchi serialimda men geroinyaga tasdiqlanganman, bosh qahramonga. Lekin afsuski u serialimiz efirga ketmagan, tasdiqlanmagan. Efirga ketgan serialim bu Qodirxon edi. Qodirxonni birinchi marta Qodirxonda birinchi ilk rolimni ijro qilganman. İlk filmim bo'lsa Sanjar Matkarimov Daydi Shamol filmi. Unga ham kasting orqali borganman. Umrimda birinchi marta o'sha paytda katta kastingga borishim edi va birinchi kastingimda men omadli o'tib ketganman. Balkim Xorazmdan, Qoraqalpoqdan kelganingizcha shuncha yo'l bosib 1100 kilometr. Balki bo'lishi mumkin, lekin ko'pchilik qat'alligimni bilmaydi. Shu paytgacha siz uchun eng qiyin bo'lgan rol qaysi? Qaysi kinodan, qaysi serialdan va qaysi klipdan? Hali menimcha unaqa rol o'ynamadim. Qiynaladigan jismoniy ham, ruhiy ham, endi qiyinchilik bo'ladi. Men hali unaqa qiyin rol ko'rmadim deb o'ylayman. Nasib shunaqa rol o'ynashni xohlayman. Muxlislaringiz sizni ko'chada ko'rib qolsa, qanaqa his qilasiz o'zingizni? Rosa xursand bo'lib ketaman. Ayniqsa yosh bolachalar yugurib kelishadi. "Voy, opa, men sizni yaxshi ko'raman, keyin anaqa yosh kattalar ko'rib, sizni duo qilamiz, rahmat yoki men hayotimni olib chiqibsiz, meni farzandim ham sizga o'xshasin, siz ismingizni qo'ydim farzandimga" deyishsa, men juda ham xursand bo'laman. Shuning uchun mabodo ko'chada ko'rib qolsanglar, bemalol kelsanglar bo'ladi. Men prosta anaqa kibr emasman-ku. Kibr emas, yo'q, nabarot, menga bu narsa qanaqadir bir baxt beradi. Beg'ubor bolalarcha xursand bo'lib ketaman mana shu voqeada. Yaxshi. Bundan tashqari hozir yana yangi loyihalar ustida ishlayapsiz. Shunaqa, nasib xudo xolasa Ish fasli serialimiz efirga ketishi kerak. Hozir ham Ish fasli serialimiz syomka jarayonlaridamiz. Va yangi My5 telekanaliga Majruh sevgi degan serialimizni syomka jarayonlari boshlanish arafasida va meni yangi tipajda, yangi xarakterda ko'rishingiz mumkin. Bu yo'lda qanaqa roldasiz shunda? Bu yo'ldagi rolim juda ham sho'x qiz, lekin boshiga hayot juda katta sinovlarni beradi. Men o'zim ssenariyni o'qiyotgan paytimda yig'lab o'qidim va mazza qilib o'ynasam kerak shu rolni deb o'ylayapman. Yaxshi, inshaalloh. Kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Kelajakda aynan nimada? Karyerada? Karyera, oilaviy. Eng cho'qqisi, yaxshisi u sir bo'la qolsin. Maqsadlarim juda ham ko'p.
hozir ularni ochiqlagim kelmayapti. Amalga oshgandan keyin ko'rishadi. Muxlislaringizga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? Doim o'zinglarni yaxshi ko'rgan ishinglarni qilinglar. O'zinglar sevgan odam bilan birga bo'linglar. Chunki umringlar bir joyga borgan paytida mana shu ishni qilib ko'rmabman deb afsuslanmaysizlar va o'zinglar sevgan inson bilan nima deydi, baxtli hayot kechirasizlar deb o'ylayman. Shu ikkita maslahat. Sevib, sevilib yashanglar. Hammaga xayr.